Assalomu alaykum. Pazandoz kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun pishirilmasdan tayyorlanadigan 4 xil ko'rinishdagi souslar tayyorlaymiz. Demak, birinchi sousimiz uchun idishga 2 osh qoshiq tomat pastasi, 2 osh qoshiq mayonez solamiz, ukrop, chesnok, ozroq limon suvi solamiz, 2-3 osh qoshiq sosela bo'ladi. Tuz, murch solamiz. Va qaynab sovigan ichimlik suvidan quyib, xohlagandek quyuqlikda sous tayyorlaymiz. Birinchi sousimiz tayyor. Endi oq sousga o'tamiz. Idishga 5-6 osh qoshiq qattiq yoki klassik yogurtdan, 2-3 osh qoshiq mayonez solamiz, chesnok, ukrop, yarimta limon suvi solamiz. Limon suvini tabga ko'ra solsanglar bo'ladi. Umuman qo'shmasliginglar ham mumkin. Tuz, murch solamiz va bu ham biroz quyuq bo'lsa, qaynagan sovuq suv quyib, biroz suyultirib olamiz. Ikkinchi sousimiz ham tayyor. Salatlar, har xil qovurmalar uchun juda ham mazali sous bo'ladi. Endi uchinchi sousimizga o'tamiz. Idishga tomat pastasi, tuz, murch solamiz. Maydalangan ukrop, maydalangan chesnok va qaynab sovigan suv solib, buni ham xohlagandek suyuqlikda tayyorlaymiz. Uchinchi sousimiz ham tayyor. Juda mazali souslardan bo'ladi. Endi oxirgi sousimiz avokadoli sous bo'ladi. Avokado bo'lsa tayyorlab ko'ringlar ushbu sousni ham. Avokadoni postidan va o'rtasidagi danagidan ajratib olamiz. Idishga solib, vilka yoki ezgich yordamida ezib olamiz. Endi bunga yarimta limon suvi siqib solamiz. 1 osh qoshiq zaytun yog'i, maydalangan chesnok, tuz, murch solamiz. Ukrop solsanglar ham bo'ladi va bunga ham ozroq suv solib, biroz suyultirib olamiz. Avokadoli sousimiz ham tayyor. Salatlarga juda ham mazali bo'ladi ushbu souslar ham. Lavashlarga, burgerlarga ishlatsanglar ham bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar. Pishirilmasdan juda oson, tez tayyor bo'ladi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.